Ba'zi bolalar siyishga qiynaladi, shikoyat bilan keladi. Bulbulining ustiga mana bu qolib turgan terisi uchi tor bo'ladi, fimoz tufayli siy olmayotgan bo'ladi. Bu masalada xatna qilgandan keyin siyishi yaxshi bo'lib ketadi. Agar kimdadir bulbuli kichkina bo'lib tortayotgan bo'lsa, ichkariga kirib qolib, ustidan teri bitgan bo'lsa, uni ba'zilar ochib orqaga qayirib beradi. Unda u teshigi bilan muammo bo'lmaydi. Teshikda emas u. Golovkani chetiga teri yopishib bitgan, o'shani chetiga tuz yig'gan, bu ham bir shikoyatga sabab bo'lgan, uni ajratib berib tozalashni buyurgan. U masala boshqa masala. U o'sha akasini bulbulining golovkasini teshigiga qaraysizlar. Bunikidan kattaroq bo'lsa, unikida teshigini muammosi yo'q. Tushuntira oldimmi? Bunikida metastenoz deyiladi. Bu golovkani uchidan chiqayotgan teshikni uchi torligidan. U torlik asosan tug'ma bo'ladi. Muolajasi u alohida, unaqa olib kirib, shuni 5 minutda qayirib beradigan narsa emas. U teshigini kengaytiradi-da, urologlar, detskiy urologlar keyin turibgacha qo'yadi, bir necha kun turadi, o'sha kengaygan holat keyin olib tashlagandan keyin teshigi bemalol siydigan bo'ladi. 1-2 marta menga kelgan, ustiga parda qoplagan bo'lgan tug'ma. Uni bizda termokalkulyator bilan uxlatmasdan muzlatib turib, bunday ochib yuborganman, katta kengayganda bo'ldi, hal bo'lgan. Lekin urologlarda bu narsani ishi sal murakkabroq. Tushuntira oldimmi? Metastenozni davosi u alohida operativ muolaja. Biz qayerdan bilamiz? Bola hojatxonaga uzoqroq qolib ketadi. Siyayotganini ko'rsangiz, bizillatib kichkina struya deydi, shunaqa siyadi. Bola ozgina ushlab turib, ana o'yinga berilib, oxiri kiradi, oxirgacha chiqarmaydi, qovog'i qoladi, keyin shu narsa to'planaversa, bora-bora keyin buyrakka ta'sir qiladi. Peshobda infeksiya paydo bo'ladi. Uzida kengayish paydo bo'ladi va uni keyin operativ ko'rsatma paydo bo'ladi. Shu narsani biz tekshirib, keyin xulosa ayta olamiz.